Assalamu alaykum, hörmətli televizor kökçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alımız. Uyğur Kişilik Hüquq Qanun layihəsindəki asaslıq nöqtələr. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı tuncu qitim Xitayının təhdidə aylanğanlığını etiraf qıldı. Xitay saqçıları Avropada tuncu qitimlik əskeri məşqini başladı. Putin Amerikanı aləm boşluqda hərbi hərəkət elib verişini planlaş bilən ayıpladı. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Uyghur Agentliği xəbərində 3 dekabr günü Uyghur Kişilik Hüquq Qanun layihəsi Amerika Avam Palatasında mutlaq üstünlük bilan zo'r g'alabaga erishib, qonun bo'lib yurgizilishiga sanoqli kun qoldi. Mazkur qonun layihəsində tövənliklər yozilgan. Xitoy uzundan buyon Turkiya xalqlarini bo'libmi Uyg'urlarni qattiq bostirib, xo'rlab, nazorat va cheklama ichiga elib, Dunyo kishilik huquq xitobnomasi va munosabatli xalqaro qonunlarni ig'ir dafsanda qilgan. Ondan Xitoyning yaqinqi 5 yil ichida yurgizgan siyosatlarini 23 moddaga bo'lib, bir vaqti, o'rni, guvochilari bilan nihoyatda aniq bayon qilgan. Uyghur Kişilik Hüquq Qanun layihəsi rəsmi imzalanıb, e'lon qilingandan keyin 180 kun ichida tövəndəki ishlarni ijro qilishga boshlaydi. Ular bo'lsa, Xitoy raisi Xi Jinpingni xatoligini to'nib, lagerni taqab, kishilik huquqni kafolatlantirish, xatolikni tuzatishga chaqirish, BDT kishilik huquq oliy xodimlariga tezdan Sharqiy Turkistonga to'solg'usiz ziyoratga berishga ruxsat qilish, Amerika BDTda Xitoyni bu haqda ayblash, Magnitskiy qonunni yurgizib, Xitoy hukumati, Xitoy Kompartiyasi a'zolariga, Qin Chuango qatorliq amaldorlarga nishonliq embargo yurgizish, jinoyatlarni ayblash, xalqaro diniy erkinlik qonuni orqali qilmishi intayin ig'ir diniy erkinlikni bo'g'ish jinoyatlariga zarur tadbir qo'llanish, Amerika Savdo Ministerligi Amerika mahsulotlarining Sharqiy Turkistondagi vakolat organlariga mahsulot va mulozimat ta'minlashni qattiq tekshirish va cheklash. Xitoy soqchi organlari va birlik kasb, shundaqdek lager, majburiy emgakka aloqador o'rinlarni qora tizimlikka kirgizish, Amerikadagi Uyg'ur, qozoqlarning oila tavobatlarining tafsiliy uchurlariga asosan ularni Xitoy hukumatidan surishti qilish, ularning panohlik ishlarini qo'laylashtirish, tahdid solgan Xitoy amaldorlarining mas'uliyatini surishti qilish, Sharqiy Turkistonda tijorat qilayotgan Amerika shirkati va shaxslari o'zining Uyghur rayoni va boshqa Xitoy o'lkalarida har qanday kishilik huquq dafsandichiligiga munosabatlik ish halqalari bilan aloqasi bo'lmasligi kerak. Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha bo'limining Uyg'urlarning ahvolini aynan anglatish va bu jarayonda tahdidga qarshi qaysarligini taqdirlash, Xitoyni mazkur rayondagi bostirish siyosatini maxfiy va oshkor doklad tayyorlab, uning davlat va rayon bexatarligiga bo'lgan ta'sirini baholash, O'rta Osiyo va Sharqiy Janubiy Osiyodan majburiy qaytarib etilganlarning soni, Xitoyning g'oyat zo'r nazorat sistemasida qo'llangan texnika va uning taraqqiyoti, tarqalishi, lagerni qurishga qatnashgan, ta'minlagan, uchur to'plagan barliq Xitoy shirkatlarining tizimliki dokladini hozirlash. Ijtimoiy diplomatiya dokladi. Qonun ma'qullanib 120 kun ichida xalqaro Uyg'ur jamiyatlarining ahvoli va ko'lami, uchur axborot erkinligi qatorliqlarda texnika va iqtisodiy jihatdan zarur yordamlar bilan ta'minlash, Erkin Osiyo va Amerika ovozi xodimlariga tahdid solgan ahvollar to'g'risida doklad tayyorlash. Xitoy hukumati va Shanxay hamkorlik tashkilotidagi boshqa a'zo davlatlarning Uyg'urlar qaratgan saxta tashviqotlari Uyg'urlarning kishilik huquq krizisini amalba suslashtirmoqchi bo'lgan har qanday hodisa va faoliyatlar to'g'risida baholash doklati hozirlash. Qonun ma'qullanib 180 kun ichida hamda har yili davlat mas'ul bo'lib, Uyg'ur rayonidagi qayta tarbiyalash lagerlariga tutilganlarning soni, ahvoli, lagerlarning soni, o'rni, sharoiti, Xitoyning qayta tarbiyalash vositalari, majburiy emgak qatorliqlar to'g'risida tafsiliy doklad tayyorlash. Mazkur majburiy emgaklardan manfaatlangan Xitoy shirkatlarining tizimlikini tayyorlash. Xitoyni bedikchilikda 3-darajadagi davlat qatoriga tushirish. Xitoyning Uyg'ur rayonidagi nazorat sistemasi va vositalari, muxbirlar va sayohatchilarning erkinlik ahvolini baholash, uningga qatnashgan yuqori darajalik amaldorlar va yuqori darajalik texnik xodimlarning tizimlikini tayyorlash. Amerika, Xitoy va Islom hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlari bilan bu kishilik huquq dafsandichiligini tuzatishda diplomatik rol o'ynash qatorliqlar tafsiliy va sistemalik yozilgan. 4 dekabr kuni Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti tunji qitim Xitoyning o'zlariga tahdid paydo qilayotganligini e'tirof qilgan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning borgan seri eshib berayotgan harbiy kuchi boshqarilgan bombalarining Yevropa va Amerikaga yetib boralaydiganligini bildirib, uning ittifoqdosh davlatlar o'rtaq taqobil turishga tegishli bir xirisga aylanganligini ilgari surib, Xitoyning dunyodagi ikkinchi cho'ng harbiy hamchotga ega davlat ekanligini, yaqindan beri o'zining nurg'un yangi va zamonaviy iqtidorini namoyon qilayotganligini, Yevropa va Amerikaga yetib boralaydigan uzun musofilik boshqarilgan bombalarni o'z ichiga olganligini ta'kidlagan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo davlatlarning
başlıqlar yığını 3-dekabr günü Angliya poytaxtı Londonda başlanğan. Mazkur siyasi hərbi ittifaqның bu növbətlik başlıqlar yığını onun qurulğanlığının 70 yıllıqıga toğrı kelgan. Şu münasibət bilan mazkur təşkilatqa əza 29 dövlətning rəhbərləri bu qitim Londonda yani onun 70 yıllıqını təbriklagan. Fransiya agentligining xabarida qayd qilinishicha, 4-dekabr günü Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıning axırlaşqan başlıqlar yığınının bayanatida Xitoy masalasi alohida tilga elinib, mazkur tashkilotga a'zo davlatlarning Xitoyga o'rtaq taqobil turish kerakligi ta'kidlanib, Xitoyning zo'rayayotgan ta'siri va xalqaro siyosatlari ham fursat, ham xirs elib kelayotganligini, buningga qarshi bir ittifoq sifatida teng taqobil turish kerakligini talab qilgan. Xitoyning tor suratiga aloqador 5G texnologiyasini tilga elinib, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo va uning sherik davlatlarning 5G texnologiyasiga ko'chishda bexatar va ochiq oshkora sistemlarda ishonch bog'lishi kerakligi ta'kidlangan. İlgari Prezident Trump bilan Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining Yevropadagi a'zolari o'rtasida 5G texnologiyasiga ko'chishga Xitoyni qatnashtirish masalasi zo'r ixtilof paydo qilgan. Germaniyaning 5G texnologiyasiga ko'chishda uning ul aslihalariga Huawei shirkatining uskunlarini ishlatish fikri Prezident Trumpning qattiq qarshiligiga uchrab kelgan. Xitoyning alohida qism soqchilari Serbiyada Serbiya terrorizmga qarshi alohida qism soqchilari va oddiy soqchilar bilan o'rtaq mashq olib borgan. Bu bo'lsa Xitoy soqchilarining Yevropadagi tunji mashqi hisoblandi. Bu mashq Serbiya poytaxti Belgradning sirtiga joylashgan Xitoyning egiligidagi bir temir zavodda elib berilgan ekan. Serbiya poytaxtiga 60 kilometr keladigan Smederevo shahrida elib berilgan mashqda ikki davlat soqchilari zavoddagi go'ro'ga ilingan odamlarni qutqizish uchun zavodga besib kirish harakati elib borgan. Bu mashqqa 3 dona tikuchar, 20 dona o'q o'tmas mashina, avtomatik qurollar va mashq qo'l bombalari ishlatilgan ekan. Serbiyaning ichki ishlar ministri Nedochsa Stefabovikning bildirishicha, davlati kelgusida Xitoyning qonun qo'g'dash organlari bilan hamkorlashishni kuchaytirmoqchi ekan. Mashqqa Xitoyning Xenan o'lkasidan 180 nafar alohida qism soqchilari qatnashgan. Mashq olib berilgan temir zavodi bo'lsa 2016-yilda Xitoyning Xestel shirkati tomonidan setib olingan. Zavoddagi ishlamchilarning ko'pinchisi Xitoy ekanligi ma'lum bo'lgan. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining olam bo'shlig'ini harbiy harakatlarning oldingi fronti qilishni planlayotganligini eskartdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sochida o'tkazilgan Rusiya dengiz armiyasini kuchlantirishga munosabatli yig'indagi so'zida olam bo'shlig'ida harbiy harakat elib berishga doir tirishchanliklar to'g'risida to'xtalib, cho'ng davlatlarning aktiv holatda zamonaviy askariy olam bo'shlig'i sistemlarini taraqqiy qildirganligini va texnikalik alohidliklarini zamonaviylashtirganligini, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining olam bo'shlig'ida harbiy harakat elib berishni planlayotganligini qayd qilgan. Rusiyaning olam bo'shlig'ining qurollandirilishiga qarshi ekanligini ta'kidlagan Putin so'zida yana armiyani elektronlik sistemlarini ilg'orlashtirishga chaqirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.